Bugun biz mutlaqo bir-biriga o'xshamagan ayollar haqida hikoya qilamiz. Men hech qachon tikish tikib ko'rmaganman. Qo'limga igna ham ushlamaganman. Aynan Navro'zga o'zimga ko'ylak topa olmaganimdan bu ishga mehrim uyg'ongan. Sobiq xodimalarimdan biri o'z biznesini biznikiga o'xshash nom bilan atadi. Demak, u ichki jarayonlarni yaxshi biladi. Ha. Umuman olganda Вкусно как у мамы brendi mening uyimdagi oshxonamdan boshlangan. Bu yerda kreditlar yo'q, ko'z tegmasin. Bu g'oya mutlaqo kutilmaganda kelgan. Har bir seximizda alohida sovutish kamerasi borligi bilan faxrlansak bo'ladi. Bu mijozlarimiz tomonidan bildirilgan tanqid. Meni tadbirkorligim asosan hobbidan boshlangan. Menda yanada katta loyihalar bor. Ko'proq ayol, xotin-qizlar nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlash. Men yo'llanma ishdan ketishga qaror qildim. Oyjon, keling xorijda mahorat darslari o'tkazaylik. Mening Markaziy Osiyo zamonaviy rassomlar gildiyasi a'zosi ekanligimni tasdiqlovchi nishon. Tug'ilganimdan beri biznes ichidan aytsam bo'ladi. Uyda o'tirib turib, sen boshqa nima bilan ham shug'ullana olding. Na parafin topa oldim, na oddiy vosk topa oldim. Topgan joyim juda ham qimmat bo'lgan narxi, kilosi $50 bo'lgan. Oho, Atrofimda kimdir shu narsani qilyaptimi u odamdan, prosta tak bu narsani qilib ketmayman. To'g'ri, o'zim pul tikmaganman, lekin mahsulotlarni o'zim to'ldirganman. $50 haqiqatan ham kuygan. Uning biznesi qancha daromad keltiradi? $3,5 $15 milliongacha daromad olib keladi. Balki $5,000 dan ko'proq. Aytolmayman. O'z biznesingizni boshlash albatta mamlakatimizda yangilik emas, biroq ayollar tadbirkorligi va uning keyingi yillardagi jadal rivojlanishi tobora ko'proq qiziqish uyg'otmoqda. Bugun biz mutlaqo bir-biriga o'xshamagan ayollar haqida hikoya qilamiz va sizga tanishtiramiz, ammo ularni bir jihat birlashtirib turadi. Har birining daromad va e'tirof keltirayotgan o'z biznesi bor. Shu bilan birga qiyinchiliklar ham yo'q emas. Busiz bo'ladimi? Keling, birinchi qahramonimiz bilan tanishamiz. 10 yil avval Sofiya Yusupova, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi, Navro'z bayrami uchun milliy uslubdagi ko'ylak izlaydi. Ammo o'ziga ma'qul kiyim topa olmagach, uni o'zi tikishga qaror qilgan. Ammo men hech qachon tikish tikib ko'rmaganman. Qo'limga igna ham ushlamaganman. Keyin internetdan andoza yuklab oldim. Stipendiyamga sotib olgan matodan ko'ylak bichdim va tikib ko'rdim. Umuman o'xshamadi. Juda xunuk chiqqandi. Shundan keyin onam meni atelyega shogird qilib berdi. Men 2 yil davomida turli atelyelarda o'qidim. Keyin esa o'z ustozimni topdim. Uning ismi Yevgeniya. U menga ham nazariyani, ham amaliyotni o'rgatdi va men hozirgacha kolleksiyalarimni yaratishda shu bilimlardan foydalanaman. Aynan Navro'zga o'zimga ko'ylak topa olmaganimda bu ishga mehrim uyg'ongan. Milliy uslubdagi ko'ylak izlab bozorni rosa aylanganman. Yo juda arzon va chiroylisi emas, chiroylilarga esa qurbim yetmasdi. Bu hikoya universitetning 3-kursidan boshlangan. Keyin men Zarqaynardagi moda namoyishiga bordim. Esingizda bo'lsa, 2016-yillarda u yerda moda haqidagi dasturlar suratga olinardi. Men tomoshabin sifatida o'tirib, bir kun kelib shu sahnaga chiqishni orzu qilardim. O'zim tikkan liboslar shu podiumda namoyish etilishini xohlardim. 2026-yilda esa biz allaqachon 4 ta ko'rsatuv o'tkazdik va 4 ta kolleksiya taqdim etdik. Hozir siz taqib turgan chiroyli yoqa ham bizning Ismigul kolleksiyamizdan. Bu nom o'zbek tilidan tarjima qilinganda uning ismi gul degan ma'noni anglatadi. Ayol tadbirkor bo'lish nima degani? Bu juda qiziqarli savol. Men uchun ayol tadbirkor bo'lish doimo rivojlanish, doimo vaziyatdan xabardor bo'lib turish demakdir. Men nafaqat tadbirkorman, balki onaman. Turmush o'rtog'im, farzandim bor, uyim bor va hamma narsaga ulgurishim kerak. Men xuddi jonglyorga o'xshayman. Vaqtimni boshqarish tizimim yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ertalab ishga kelaman, ma'lum vaqtgacha ishlayman.
keyin uyga borib ovqat tayyorlayman, uy ishlarini qilaman. Barcha oddiy ayollar kabi farzandim bilan turli rivojlantiruvchi mashg'ulotlar o'tkazaman va keyin dam olaman. Rostini aytsam, hammasini aynan shunday tartibda olib borishni juda kamdan kam hollarda uddalayman. Ba'zan 2-3 kunga hayot ritmidan chiqib qolaman. Bugungi kunda qo'l ostingizda nechta xodim ishlaydi? Hozirgi kunda 5 nafar xodimim bor. Menejerim, SMM menejerim bor. 2 nafar ustam va ma'muriy ishlar bo'yicha yordamchim ham bor. Qonunchilik tomonidan tizimlashtirilgan sharoitlar haqida so'ramoqchi edim. Biznesni kengaytirish va masshtablashtirishga yordam beradigan qandaydir qulayliklar paydo bo'ldimi? Ha, albatta. Masalan, bizga kreditlar berildi. Biz mahalla orqali kredit olamiz. Masalan, bu yerdagi ba'zi mahsulotlar uchun matolarni mahalla orqali olingan kredit hisobiga xarid qilganman. Shuningdek, mening tushunishimcha, ayol tadbirkorlar uchun kreditlar tezroq ma'qullanadi. Albatta, ular kelib hammasini tekshirib ko'rishgan. Hammasi qonun doirasida bo'lishi kerak edi. Matolarni ko'rishdi, qanday mahsulotlar tikishimni, nima ish qilishimni so'rashdi. Men ularga biznes rejamni taqdim qildim. Oddiy tadbirkorlik kreditlari 28% bilan berilgan bo'lsa, biz 14% stavkada oldik. Ya'ni 2 barobar arzon. Natijada 1,5 yil ichida 33 million so'mlik kredit uchun atigi 3 million so'm ortiqcha to'lov qildik. Biz 33 million so'm oldik va 36 million so'm qaytardik. Menimcha bu juda yaxshi shart. Atigi taxminan 10% dan ko'proq qaytarganmiz. Bugungi kunda Adras Republic bu showroom, ustaxona, jamoa va tanilib ulgurgan uslubdir. Ammo asoschisi so'zlariga ko'ra, bir vaqtlar u o'z brendini himoya qilish va uni saqlab qolish uchun kurashishiga to'g'ri kelgan. Sababi Sofiyaning sobiq xodimasi deyarli o'xshash nom va shunga o'xshash mahsulotlar bilan yangi brend tashkil etgan. Bizning sobiq xodimalarimizdan biri o'z biznesini biznikiga o'xshash nom bilan atagan. Men undan bir necha bor nomini o'zgartirishni so'radim, chunki u Adras so'zini ishlatilgan nom bilan ish boshlagandan keyin odamlar adashib uning oldiga borashlashdi. U biznesini rivojlantira oldi, chunki ko'pchilik bu Sofiyaning Adras brendi deb o'ylaydi. Hatto uslubimiz ham o'xshash. Masalan, Adras markazga qarasangiz, ular asosan mato bilan shug'ullanadi. Faqat yaqindagina qandaydir kiyimlar chiqara boshlashdi. Lekin bizning uslublarimiz mutlaqo boshqacha va bizni adashtirib bo'lmaydi. Adras chalmaki ham kiyim tikadi, ammo uning o'z uslubi bor. Umuman olganda hammaning uslubi har xil bo'lgani uchun bizni adashtirish qiyin edi. Bu holatda esa matolar ham o'xshash, andozalar ham deyarli bir xil. Bu esa juda yomon holat. Bu yerda o'sha tadbirkorning avval siz bilan ishlagani ham ahamiyatli, to'g'rimi? Ya'ni u ichki jarayonlarni yaxshi biladi. Qolaversa, Adras so'zining ham o'zi juda mashhur. Ammo aynan sobiq xodim bo'lgani bu yerda muhim omil bo'lyapti, shundaymi? Ha, albatta. Bir muddat bu holat meni juda qattiq xafa qildi. Keyin esa yo'q, ijtimoiy tarmoqlarga va reklamaga ko'proq e'tibor qaratamiz deb qaror qildim. Xavotirlanib yurgan paytimda amalda hech narsa qilmayotgan ekanmiz. O'zimni qo'lga olganimdan keyin barchaga topshiriq berdim. Juda ko'p videolar tayyorladik, ko'plab kontentlar yaratdik. Target reklamani ishga tushirdik. Barcha platformalarda faol bo'ldik. Qayerda joylashganimiz haqida suratlar va ma'lumotlar qo'shdik. Shundan keyin odamlar kela boshlashdi. O'shanda ko'nglim joyiga tushdi. Uning biznesi sizlarga yaqin joylashganmi? Ha, shu atrofda. Ha, xuddi shu yerdami? Ha, 40 metr nariyoqda. Ha, tushunarli. Biz intervyu olgan tajribali tadbirkorlarning ta'kidlashicha, O'zbekistonda biznes ochish qiyin emas, ammo uni bir necha yil davomida saqlab qolish va bozorda o'z o'rnini mustahkamlash hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Ayniqsa milliy liboslar sohasida raqobat bugun juda yuqori. Taxminan 11 yil avval bu faoliyatni qanday qilib rasmiylashtirish, qanday qilib qonuniy asosda yo'lga qo'yish haqida o'ylay boshlaganman. Aylanmam kichik bo'lishiga qaramay, davlat tomonidan dastlabki bosqichlarda imtiyozlar taqdim etilardi. Bu biz kabi yosh tadbirkorlar uchun juda qulaylik yaratgan. Shuningdek, yosh tadbirkorlarga kreditlar ham berilgan. Bu kreditlarni keyinroq berishni boshlashgan, to'g'rimi? Yo'q, 2016-yildan bunday imkoniyatlar bor. Taxminan 10 yil bo'lgan. Ha, albatta bor edi, ammo men birinchi kreditimni 2020-yilda karantin davrida juda zarurat tug'ilgan paytda olganman. Karantindan keyin shu kredit hisobiga butun biznesimni qayta tikladik. Bugungi kunda ayollar o'z biznesi oyiga qancha daromad keltirishini ochiq ayta oladimi? Albatta. Yashirmasdan, albatta.
Masalan, aprel oyi bo'yicha hali yakuniy hisob-kitob qilganimiz yo'q, chunki hali soliqlar va ayrim to'lovlar qolgan. Ammo mart oyi bo'yicha ayta olaman. Mart oyida shaxsan mening daromadim 3,5 ming AQSh dollarini tashkil qildi. Barcha soliqlar va ish haqlari to'langandan keyin biznesdan shu miqdorda daromad qildim. Ochiqligingiz uchun rahmat. Menimcha har kim bu haqda ochiq gapira olmaydi. Menda 50 million so'm kredit bor edi. Shu zahotiyoq uning 20 million so'mini to'lab qo'ydim. Odamlar ba'zan kredit olishdan qo'rqishadi, lekin ayrim hollarda kredit bilan ishlash ham mumkin. Albatta, agar biznesingizni rivojlantirayotgan bo'lsangiz, to'g'rimi? Albatta, gap shundaki, kredit yomon narsa emas. Agar mablag'ni qayerga sarflashni va undan qancha daromad olishni aniq bilsangiz, kredit yaxshi vosita hisoblanadi. Agar biznesni rivojlantirish uchun kredit olsangiz va qo'lingizda qayerga qancha mablag' sarflashni hamda qancha foyda keltirishi ko'rsatilgan biznes reja bo'lsa, unda kredit olishga arziydi. Hozir o'sha 50 million so'mlik kreditni to'liq yopdim. Mart oyida 20 million so'm, aprel oyida esa 30 million so'm to'ladim. May oyida esa biznesni rivojlantirish va yangi binoga ko'chish uchun navbatdagi kreditni oldim. Biz yangi mebellar tayyorlaymiz. Hozir interyer dizayni bo'yicha mutaxassis bilan muzokara olib boryapmiz. U bizga qaysi mebel qayerda turishi kerakligini, qaysi jihozlarni xarid qilish lozimligini aytib beryapti. Axir hammasi yagona konsepsiya asosida bo'lishi kerak. Ha, albatta. Bugungi kunda tadbirkor ayol bu faqat o'z ishiga berilgan inson emas. U ona, rafiqa va oila qo'rg'oni hamdir. Ijtimoiy tarmoqlardagi biznes lady degan yorlig'i yozilgan yoqimli tasvir ortida esa izlanishlar, xatolar, o'z ustida tinimsiz ishlash va ba'zan eng qadrli narsalardan voz kechishga to'g'ri kelgan yillar mujassam. Masalan, men o'g'limning bolalik davrini yaxshi eslay olmayman. U 3 yoshga to'lguncha butun diqqatimni ishga qaratganman. Keyin esa tushuna boshladimki, men muhim lahzalarni qo'ldan boy beryapsiz. Ha, aynan shunday. Muhim lahzalarni o'tkazib yuborayotganimni angladim va unga ko'proq vaqt ajrata boshladim. Ilgari o'zimcha yo ishlayman, yo onaman deb o'ylardim. Hozir esa unga vaqt ajrataman, suhbatlashamiz. Birinchi mashinamni 2 marta garovga qo'yganman. To'g'rirog'i, mashina kredit ta'minoti sifatida bank garovida bo'lgan. Keyinchalik mahalla orqali kichikroq miqdordagi kreditlar garovsiz berila boshlandi. Bu ham albatta katta afzallik hisoblanadi. Demak, o'tgan 10 yildan keyin siz biznes, oila, shaxsiy rivojlanish va ichki xotirjamlik o'rtasidagi muvozanatni saqlay olyapsiz. Shundaymi? Biznesni boshlaganimda oilam yo'q edi. Butunlay erkin edim. 6 yil avval turmush qurganman. Ilk 3 yil davomida bularning barchasini birga olib borishga harakat qildim. Lekin juda qiyin bo'ldi. Taxminan 4-yilga kelibgina buning uddasidan chiqa boshladim. Hatto hozir ham uyga juda kech qaytsam va do'konga kirishga ulgurmasam, muzlatgichimda yarim tayyor mahsulotlar zaxirasi bo'ladi. Alohida kotletlar, teftellar, frikadelkalar, mantilar va hatto oldindan yoyib qo'yilgan pitsa xamiri ham tayyor turadi. Unga faqat masalliq solib, gaz pechiga qo'yish kifoya. Bu juda qulay. Haqiqatdan ham yarim tayyor mahsulotlar ishlaydigan onalar hayotini ancha yengillashtiradi. Oilani mazali taom bilan ta'minlab, shu bilan birga vaqtni tejash imkonini beradi. Karinaning biznesi aynan shu yo'nalishga qaratilgan. Biz hozir yarim tayyor mahsulotlar va tayyor taomlar ishlab chiqariladigan sexdamiz. Ko'rib turibsiz, siz ham barcha talablarga muvofiq kiyinib oldingiz, chunki bu oziq-ovqat sohasi va har qanday ortiqcha narsaning mahsulotga tushib qolishi mijozlarimiz tomonidan tanqidga sabab bo'ladi. Albatta, biz bundan qo'rqamiz. Shuning uchun sexga kirgan har bir kishi maxsus himoya kiyimlarini kiyadi, keyin esa maxsus rolik bilan kiyimlar tozalanadi. Ortiqcha sochlar olib tashlanadi. Aytish kerakki, bu ekipirovka shunchaki rasmiyat uchun emas, shunchaki kiyib qo'yiladigan narsa emas. Bu yerda hamma joy yopiq. Birorta ham ortiqcha detal yoki soch mahsulotga tushib qolmasligi uchun barcha choralar ko'rilgan. Hatto suratga olish guruhimizni ham ko'rsatish kerak, ular ham to'liq ekipirovkada turishibdi. Karina, aytingchi, hozir men ancha katta maydonni ko'ryapman, ammo bilamizki, sizning brendingiz va umuman yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish faoliyatingiz uyingiz oshxonasidan boshlangan. Umuman olganda, Вкусно как у мамы brendi mening uyimdagi oshxonamdan boshlangan. Hammasi kutilmaganda ro'y bergan. Nom ham
tasodifan paydo bo'lgan. Hech kimga sir emaski, men blogerman va mening mama.uz v Zikreti brendim bor. Shundan keyin mahsulotlar ham onamnikidek mazali bo'lsa kerak deb o'yladik. Shu tariqa brend nomi paydo bo'ldi. Bir vaqtlar hammasi oddiy uy oshxonasida boshlangan edi, ammo oradan bir necha oy o'tar o'tmas mahsulotga talab oshib ketdi. Shundan so'ng u turmush o'rtog'i bilan sex ochishga qaror qildi. Keyinchalik u yer hamkorlik qildi. Shuning uchun yana bir sex ochishdi. Bugun esa har bir mayda jihatigacha puxta o'ylangan yangi ishlab chiqarish sexida turibmiz. Karina hozir ulashadigan ma'lumotlar umumiy ovqatlanish sohasida biznes yuritayotganlar uchun haqiqatdan ham foydali hisoblanadi. Chunki o'z tajribamdan aytishim mumkin, oshxona yoki ishlab chiqarish jarayoniga hammani ham kiritaverishmaydi. Uy sharoitida mahsulot tayyorlayotganingizda umumiy ovqatlanish sohasi nima ekanini bilmaysiz. Qanday qilib to'g'ri ishlab chiqarish kerakligini ham. Hammasini uydagidek, onangiz qilganidek qilasiz, ammo bu professional yondashuv emas. Albatta turmush o'rtog'im bilan juda ko'p ma'lumotlarni o'rgandik, hatto maslahat so'raydigan odam ham yo'q edi. Tanishlarimiz ham, do'stlarimiz ham bu soha bilan shug'ullanmasdi. Sexdagi hamkasblar ham tabiiyki o'z tajribasini bo'lishni istashmaydi. Faqat mazali jamoasi bizga yordam berdi. Ular doimo maslahatlari bilan ko'maklashib keladi. Sertifikatlar, qayerga murojaat qilish haqida yo'l yo'riq ko'rsatishdi. Aytgancha, ushbu sexda ishlab chiqariladigan barcha mahsulotlarimiz to'liq sertifikatlangan. Har bir mahsulot uchun alohida sertifikatimiz bor. Biz tekshiruv jarayonlarining barchasidan o'tdik. Tegishli hujjatlarni oldik va hozir bemalol ochiq ishlayapmiz. Kim kelmasin, ishonch bilan sertifikatlangan mahsulot ishlab chiqarayotganimizni ko'rsata olamiz. Можем показывать, мы производим сертифицированный продукт. Bizda tasdiqlangan retseptura mavjud va jamoa undan chetga chiqish huquqiga ega emas. Bu oshpazlar uchunmi? Ha, albatta. Masalan, mahsulot bo'yicha shikoyat kelsa va kimdir chuchvaralar pishirish jarayonida ochilib ketyapti desa, biz tekshiruvni boshlaymiz. Ana u yerda xamir bilan ishlaydigan qizlarimiz bor. Ularda maxsus jurnal mavjud. Uni ochib qaraymiz. Mahsulot qaysi kunda yuborilgan, qaysi kunda tayyorlangan. Shuningdek, texnologik karta ham mavjud. Qadoqlashdan oldin jamoa mahsulotni tekshiradi. Muzlatgichdan olib chiqib pishirishadi va hammasi joyidami, yo'qmi ko'rishadi. Har bir partiya sinovdan o'tkaziladimi? Har bir partiya emas. Lagandan bitta namuna olib qaynatib ko'rishadi. Keyin mijozga aniq javob bera olamiz. Mahsulot falon sanada ishlab chiqarilgan, sinovdan o'tkazilgan va bunday muammo bo'lishi mumkin emas. Demak, texnik nuqson yo'q. Balki mahsulot noto'g'ri pishirilgan yoki noto'g'ri saqlangan bo'lishi mumkin. Avvallari biz mijozlarga bunday javob bera olmasdik. Har bir shikoyat uchun uzr so'rardik va boshqa partiya yuborishga va'da qilardik. Shu tariqa ko'pchilik mijozlar biz juda yon bosuvchan va ochiq ekanimizga o'rganib qolgan. Ishonchni yo'qotmaslik uchun ba'zan mahsulotni bepul ham qayta yuborganmiz. Hozir esa tajriba orttirdik. Qanday ishlash kerakligini, xatolarning oldini qanday olishni yaxshi tushunib oldik. Har bir mahsulot avval sinovdan o'tadi, keyin katta muzlatgich kamerasiga joylashtiriladi. Bugungi kunda kuniga qancha mahsulot sotasizlar? Seximizda bir kunda 200 kilogramdan 300 kilogramgacha mahsulot tayyorlanadi va sotuvga chiqariladi. Bu yarim tayyor mahsulotlar bilan birgami? Ha, yarim tayyor mahsulotlar ham shu hisobga kiradi. Tayyor tushliklardan kuniga nechta kishilik tayyorlaysizlar? Hozir doimiy ravishda 250 nafar odamni ovqat bilan ta'minlaymiz. Oddiy holda 260-270 kishilik tayyorlaymiz. Masalan, bugun 270 dan bir qismi ortib qoldi. Brend qancha yildan beri faoliyat yurityapti? Kuzna Kakumamba brendi bilan ishlayotganimizga 2,5 yil bo'ldi. Qo'l ostizda nechta xodim ishlaydi? Jami 12 nafar xodimimiz bor. Xodimlarimiz haqida faxr bilan ayta olamanki, ularning barchasida tibbiy daftarchalar mavjud. Ular shunchaki ko'chadan kelib ish boshlagan odamlar emas. Hamma majburiy tibbiy ko'rikdan o'tadi, tibbiy daftarcha va ma'lumotnoma oladi. Shundan keyingina hatto farrosh ham ishga qo'yiladi. Bu davr mobaynida qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Albatta, qiyinchiliklar bo'lgan. Masalan, hayit.
Mijozlar tomonidanmi? Ha, shunday holatlar bo'ladi. Ba'zan raqobatchilar ataylab mijoz yuborishadi va salbiy fikrlar boshlanadi. Shunday paytlarda ba'zan insonning ko'ngli sovib ketadi. Ammo endi bunday holatlarga munosabat bildirmaymiz. Bir hamkasbim yaxshi gap aytgandi. Agar bitta yoki ikkita odam bir mahsulotdan norozi bo'lsa, bunga katta ahamiyat bermaymiz. Agar 5-6 kishi bir xil shikoyat qilsa, ana shunda xavotir signali boshlanadi. Boshqa jiddiy muammolar bo'lmagan deb o'ylayman. Albatta, davlat ayol tadbirkorlarni ko'proq qo'llab-quvvatlasa yaxshi bo'lardi. Imtiyozlar berilsa, yanada yaxshi bo'lardi. Xudoga shukr, biz kredit olmaganmiz. Butun aylanmamizni o'z kuchimiz bilan shakllantirdik. Umuman kreditsizmi? Ha, faqat bino ijara asosida. Bu o'z mulkimiz emas. Qolgan barcha jihozlar oilaviy byudjet hisobidan xarid qilingan. Shuning uchun bizda kredit ham qarz ham yo'q. Turmush o'rtog'im bilan boshidanoq bir qarorga kelganmiz. Hech qanday kredit va qarz bo'lmaydi. Imkoniyat paydo bo'lishi bilan jihoz sotib olamiz. Uyda ishlab pul topganimizdan keyin kichik sex oldik. Uni jihozladik, keyin esa yanada oldinga harakat qildik. Demak, bosqichma-bosqich o'tgansizlar. Ha, aynan shunday. Biznesimizni rivojlantirish uchun foizli qarz olishga shoshilmadik. Bu sexda barcha orzu va maqsadlarimizni amalga oshirdik. Masalan, bizda sovutish kamerasi bor. Mana bu katta kamerami? Ha, oilaviy biznesda o'sib chiqqan kichik sexlarning hammasi ham bunday kamera bilan maqtana olmaydi. Biz esa bu bilan faxrlanamiz. Hatto ko'rsatib berishim mumkin. Bu yerda muzlatish kamerasi joylashgan. Qizlar mahsulotni tayyorlab, mana shunday qilib joylashtirishadi. Avval mahsulot shu yerda muzlaydi, keyin esa -18 darajali asosiy kameraga o'tkaziladi. Bu yer xamir bilan ishlash hududi. Hozir videoni ko'rishgach, nega qo'lqopsiz ishlayapsizlar deb so'rashlari mumkin. Qoidalarga ko'ra, agar qo'llarda jarohat bo'lmasa, xamir bilan qo'lqopsiz ishlash mumkin va hatto shunday qilish tavsiya etiladi. Barcha sut mahsulotlari alohida saqlanadi. Bu yerda na go'sht, na sabzavot saqlanmaydi. Demak, faqat sut mahsulotlarimi? Ha, bunday tartib bilan har bir sex ham maqtana olmaydi. Hatto yirik zavodlarda ham bunday sharoit bo'lmasligi mumkin. Biz esa mahsulotlarni to'liq ajratilgan holda saqlashga erishdik. E'tibor bergan bo'lsangiz, seximizda yuvish joylari ko'p. Bu ikki rakvinaning biri sabzavotlar uchun, ikkinchisi xodimlar qo'lini yuvishi uchun. Salfetkalar bo'lishi shart. Biz latta yoki sochiqlardan foydalanmaymiz. Bu mumkin emas. Lattalar faqat stol yuzalarini artish uchun ishlatiladi va ular ham turli rangda. Ko'k rangdagisi kir stollar uchun, pushti rangdagisi esa tozalangan stollarni qayta artish uchun ishlatiladi. Jamoamiz bu tartibga ko'nikib ketgan va qanday ishlashni yaxshi biladi. Demak, jarayonlarni optimallashtirgansiz. Ha, kesish taxtalari ham alohida. Masalan, yashil taxta yangi sabzavotlar uchun, yashil pichoqlar ham bor. Sabzavotlar faqat yashil taxtada to'g'riladi. Go'shtchi esa yashil taxtada go'sht, tovuq yoki baliq to'g'ray olmaydi. Bu qat'iyan mumkin emas. Barcha ziravorlarimiz belgilangan va yorliqlangan. Ularda sanalar ko'rsatilgan. Agar ziravor tugasa, yangisi qo'shiladi va sana almashtiriladi. Buning uchun mas'ul xodim bor. Bu esa bizning issiq seximiz. Taom tayyorlash bilan bog'liq barcha ishlar shu yerda amalga oshiriladi. Ilk seximizda ish boshlaganimizda atigi 3 ko'zli plita bor edi. Hozir esa ko'rib turibsiz, bu yerda 6 ta, u yerda yana 3 ta konforka bor. Bu bizning qovurish uskunamiz. Endi mahsulotlarni oddiy tovalarda emas, maxsus qovurish yuzalarida tayyorlaymiz. Bu yerda frityurlar joylashgan, bu yerdagi qozonlarda esa sho'rvalar va palov tayyorlanadi. Xodimlar jamoasi doimiy mijozlar, hamkorlik va asosiy ish 24/7 jadvali. Bu 3 va tez orada 4-farzandning onasi bo'ladigan Karinaning vazifasi. U bularni barchasini qanday uddalaydi? Agar o'zimni ideal ona deb aytsam, ehtimol bu to'g'ri bo'lmas, lekin harakat qilamiz, chunki turmush o'rtog'im bilan barcha ishlarni hamjihatlikda bajaramiz. Hammasini birgalikda qilamiz va qaysidir ishni men bajarishimdan hech kim uyalmaydi. Hech kim men shuni qildim, sen esa qilmading deb minnat qilmaydi. Ko'p oilalarda ayol uyda qolib ketadi, o'zini rivojlantirmaydi. Buni qilmading, sen majbursan, sen qilishing kerak degan gaplar boshlanadi. Bizning oilamizda ko'z tegmasin, hatto qayerga urib qo'yishni ham bilmayman. Bunday holatlar yo'q. Ha, bizda bunday muammolar mavjud emas. Biz Karina bilan intervyu qilayotganimizda uning turmush o'rtog'i butun vaqt davomida kamera ortida edi. U nafaqat oilaviy hayotda, balki biznesda ham uning asosiy hamkori va tayanchidir. Ayol kishi uchun eng yaqin insonlarining ishonchi va qo'llab-quvvatlashi beqiyos kuch bag'ishlaydi.
Ammo barchamiz har xilmiz. Kimdir har kuni qiyinchiliklarni yengib, har kuni o'ziga va jamiyatga men qila olaman deb isbotlaydi. Barno Narzulayeva tanishuvning ilk daqiqalaridayoq sizga ilhom bag'ishlaydigan inson. Salomatligidagi cheklovlarga qaramay, u o'z imkoniyatlari cheklanmaganini isbotlay oldi. Meni tadbirkorligim asosan hobbidan boshlangan, qiziqishdan. Uyda o'tirgan vaqtimni unumli o'tkazish uchun hobbi tarzda zardozlik bilan, rassomchilik bilan shug'ullanardim va hozirgi kunga kelib ushbu hobbim tadbirkorlikka aylandi. Rassomchilik va amaliy san'atni birlashtirgan holda integratsiya qilib, ikkalasini biser mo'ychoqlarda soponlaganlarga bezakli buyumlar tayyorlash bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Jizzaxda u ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam ta'minlangan aholini hunarmandchilikka o'rgatadi. Bu hunar ular uchun daromad manbaiga aylanmoqda. Shu bilan birga u jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanadi va deputat sifatida ham faoliyat yuritadi. Hozirgi paytga kelib ko'plab shogirdlar chiqardim va hozirgi davrda 5 nafar shogirdlarni o'zimga ishchi qilib olganman. Ular ham meni ijodiy faoliyatimga yordam berishib, oilasiga daromad kiritib, o'zlarini bandligini ta'minlashgan. Ularni bandligini ta'minlaganman. Nogironligi bo'lgan ishchilarim ham bor va ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar asosan qabram olganman ularni. Hozirgi paytda men G'allaorol tuman xalq deputatlari kengashi deputati sifatida ham faoliyat olib boryapman. Bevosita tadbirkorligim bilan jamoatda faol bo'lib, xalq bilan doimiy uchrashuvlar o'tkazib, ularni qiynab kelayotgan masalalarni ham birgalikda hal qilishga harakat qilib, xizmat qilib kelmoqdaman. Hozirgi paytda 2 oy bo'ldi davlat ishiga kirdim. Bu Jizzax viloyati ijtimoiy himoya milliy agentligi boshqarmasi tasarrufidagi hududiy ijtimoiy xizmatlar markazida rahbar sifatida faoliyat boshladim. Bizni markazimizda asosan ehtiyojmand aholilarni qamrab olingan, ularga kunduzgi qarab turish xizmatini ko'rsatamiz va kunduzgi parvarish xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. 2017-yildan boshlab yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, Hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lib faoliyatimni boshlaganman. Faoliyatimning ilk davrida imtiyozli kredit olib boshlaganman faoliyatimni va ushbu imtiyozli kredit meni katta tadbirkorga aylantirdi va hozirgi paytda ham ko'plab grantlarda ishtirok etaman. Grant tanlovlarida ishtirok etib, grant olib, ularni mahsulotlarga va o'sha ehtiyojmand bo'lgan xotin-qizlarni o'qitishga sarflab, mana shunday faoliyatimizni davom ettiramiz. Shu kunlarda Barno Toshkent shahrida o'tkazilayotgan an'anaviy inson festivali ishtirokchilaridan biri bo'ldi. Festival ijtimoiy himoya, inklyuziya va aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan. Bu yerda u o'z ishlarini namoyish qildi. Yangi aloqalar o'rnatdi va hamkorlik bo'yicha kelishuvlarga erishdi. Yanada katta loyihalar bor. Kelajakda yanada katta grantlarga ega bo'lib, ko'proq qamrovni kengaytirib, ko'proq ehtiyojmand aholilarni, ayniqsa ayol, xotin-qizlar, nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlashni rejalashtirganman. Hozirgi kunga kelib menda kam deb o'ylayman. Hozir 5 ta ishchim bor, lekin 100 nafardan ortiq ayollarni o'qitib, shogird qilib tarbiyaladim. Bundan keyin yanada oshirmoqchiman sonini. Bir oyda taxminan 15 milliongacha daromad olib keladi va bu buyurtmalarga qaraladi, balki undan ko'proq bo'ladi ba'zi paytlarda. Bu oylik bizda har xil bo'ladi. Ishchilarim ham oylik daromad topishadi. San'at faqat ilhom yoki hobbi bo'lib qolmay, kasbga ham aylanishi mumkin. Bir vaqtlar rassomchilik Margarita Gamburskaya uchun o'zini ifoda etish usuli edi. Bugun esa bu ijod va insonlarni birlashtiruvchi to'laqonli biznesga aylangan. Uning art mahorat darslari va art suhbatlari hayot tashvishlaridan bir necha soatga bo'lsa ham uzoqlashish va yashash zavqini yana his qilishni istaganlarni bir joyga jamlaydi. 2015-yilda birinchi qizim dunyoga keldi. Shundan so'ng men yollama ishdan ketishga qaror qildim. Ya'ni endi hech kim uchun ishlamayman, o'zimning ishimni yarataman deb qaror qildim. Avvaliga bu shunchaki studiya edi va o'zim dars berardim. Umuman olganda hamma vazifani o'zim bajarardim. Dars ham berardim, mebellarni ham tashirdim, turli joylarga ham chiqardim. Qisqasi, hamma narsa mening zimmamda edi. Qizim ham men bilan birga o'sdi. U doimo studiyada men bilan birga bo'lardi. Aytgancha,
menda paydo bo'lgan ko'plab g'oyalarning muallifi ham aynan qizim. Chunki bolalarning tafakkuri juda sodda va erkin bo'ladi. Turli cheklovlarsiz fikrlaydi. Esimda, bir kuni biz u bilan orzular qutichasini to'ldirayotgan edik. Shunda u menga: "Onajon, keling chet ellarda ham master-klasslar o'tkazaylik" dedi. Men esa: "Mayli qizim, yozib qo'ya qolaylik" dedim. Lekin ichimda qanday qilib, qayerga boraman, chet elga chiqishning o'zi qanchalik mushkul deb o'ylagan edim. Bilasizmi, oradan atigi bir necha yil o'tib, birinchi xizmat safariga chiqdim. Bu Sevastopol shahriga bo'lgan safar edi. U yerda Madaniyat instituti bilan hamkorlikda loyihamiz bo'lgan. Keyin esa Dubay, Moskva va boshqa shaharlarga safarlar boshlandi. Mening asosiy yo'nalishim art eventlar tashkil qilish. Bu hozirgi kundagi eng keng qamrovli yo'nalishim hisoblanadi. Men 1000 nafardan ortiq ishtirokchi uchun master-klasslar o'tkazaman. Yiliga taxminan 5-6 ming nafar insonni qamrab olamiz. Jamoamiz ham ancha katta. Biz respublikamizdagi barcha hududlarga, hatto eng olis tumanlargacha borib xizmat ko'rsata olamiz. Masalan, jamoamiz Nukusga ham borib kelgan. Bizga bolalar uyidan murojaatlar qilishgan edi va u yerda bolalar uchun master-klasslar tashkil qildik. Bundan tashqari, xususiy kompaniyalar ham tez-tez taklif qilishadi. Ayollar ijod bilan shug'ullanishni juda yaxshi ko'rishadi. Chunki ofisda o'tirib ishlash, doim bir xil turmush tarzi insonni juda charchatadi. Shuning uchun turli Family Day tadbirlari, yirik kompaniyalarning tug'ilgan kunlari yoki korporativ bayramlar tashkil qilinganda, hatto davlat darajasidagi tadbirlarda ham bizga murojaat qilishadi. Tashkilotlar xizmatimiz uchun to'lov qilishadi va bizni taklif qilishadi. Biz borib ko'p sonli xodimlar uchun ajoyib master-klasslar o'tkazamiz. Odamlar bunday mashg'ulotlardan haqiqatdan ham katta taassurot bilan qaytishadi. Albatta, bundan tashqari o'qitish faoliyatim ham davom etmoqda. Hozirgacha epoksid smola bilan ishlash bo'yicha ta'lim beraman. Buyurtma asosida kartinalar chizaman. Jamoam ham turli joylarga chiqib xizmat ko'rsatadi. Mo'y qalamlar, bo'yoqlar, kanvaslar, ba'zilar uchun shunchaki materiallar, Margarita uchun esa insonlarga his-tuyg'uni ulashish imkoniyati. Va nafaqat shu, yaqinda u O'zbekistonning birinchi mahalliy badiiy materiallar brendining ambasadoriga aylandi. Men Kreatika kompaniyasining ambasadoriman. Bu yil hamkorlarimiz bilan birga ijod uchun mo'ljallangan bo'yoqlar, mo'y qalamlar va umuman turli materiallardan iborat birinchi mahalliy brendni yaratdik. Kreatika hozir bir necha oydan beri Uzum platformasining bo'limlaridan joy olgan va biz uni faol targ'ib qilyapmiz. Odamlarga tanishtiryapmiz, chunki bu haqiqatdan ham katta qadam. Birinchi mahalliy brend. Bugungacha O'zbekistonda o'zimizda ishlab chiqarilgan bo'yoqlar umuman bo'lmagan. Ko'pchilik rassomlar, ayniqsa professional rassomlar asosan Rossiyada ishlab chiqarilgan materiallardan foydalanishadi. Lekin Kreatikani biz faqat professionallar uchun emas, balki istalgan inson foydalana oladigan mahsulot sifatida yaratdik. Material juda qulay, yumshoq va yuqori sifatli. U jahonning yirik brendlari bilan bir zavodda ishlab chiqariladi. Aniq brendlarni aytmayman, lekin hozir Kreatika o'z segmentida yetakchilardan biri hisoblanadi. Demak, bu professional bo'yoqlarmi? Ha, bizning brendimiz jami 14 ta rang mavjud. Odatda hamma joyda 12 rang bo'ladi. Biz esa jamoa bilan kelishib 14 ta rang qildik. Ya'ni menga professional sifatida ishonishadi. Men esa qaysi ranglar kerakligi, qanday qilib qo'llash zarurligi bo'yicha maslahat beraman. Aytgancha, bugun tasodif emas, menda Yevroosiyo zamonaviy rassomlar gildiyasi a'zoligini tasdiqlovchi nishon bor. Gildiyaning markazi Angliyada joylashgan. Ular menga 3 yil avval a'zolikka taklif berishgan. Hozir ular mening Angliyaga borib, ko'rgazma va festivallarda ishtirok etishimni kutishmoqda. И вот теперь они ждут, когда же я соберусь приехать в Англию, чтобы там поучаствовать в выставках и фестивалях. Oyiga taxminan qancha daromad olasiz? Yaxshi mavsumda ehtimol $5000 ko'proq, yomon mavsumda esa umuman daromad bo'lmasligi ham mumkin. Shunday holatlar ham bo'ladimi? Ha, albatta bo'lib turadi, hammasi yilga bog'liq. Oxirgi 10 yil menga shuni ko'rsatdiki, inson ham eng yuqorida, ham eng pastda bo'lishi mumkin. Lekin men taslim bo'ladiganlardan emasman, chunki yana bir bor aytaman, ijod mening hayot tarzim. Menda boshqa yo'nalish ham, boshqa qiziqish ham yo'q. Hech narsani o'zgartirishga ham ehtiyoj sezmayman.
So'nggi yillarda O'zbekistonda tadbirkorlik kabi san'at sohasi ham yangi shakllarda namoyon bo'lmoqda. Endi tadbirkor ayollar kam uchraydigan holat emas. Ayol faqat uy ishlari va bolalarni tarbiyalashga e'tibor qaratish kerak degan stereotip allaqachon o'tmishda qolgan. Chunki ko'plab ayollar uchun tug'ruq ta'tili nafaqat onalik, balki o'zini rivojlantirishning ham yangi bosqichini boshlab beradi. Shirin bilan ham shunday bo'lgan. Nufuzli universitetni tamomlab, qo'lida yosh bolasi bilan o'z biznesini boshlagan. Olti yildan beri o'zim biznesim bor, lekin tug'ilganimdan beri biznes ichidaman desam ham bo'ladi. Nimaga? O'zi oilaviy adajonimlar biznes qilganlar. Yoshligimizdan masalan biz uyda o'tirib ular biznes qilib bo'lmaganda, masalan agar Amerikaga eksport qilmoqchi bo'lsalar, Amerikaga ham bizani olib borib, ular kim bilan qanaqa kelishyaptilar, nima shu ko'zimiz oldida bo'lardi. Biz inglizcha bilganimiz uchun bizani olib berardilar. Shunaqa qilib bizni men ko'proq otamdan o'rganganman desam ham bo'ladi. Biznesingiz nimadan va qachon boshlangan? 2020-yil oxirlarida boshlaganman. Unda hali magistraturada o'qirdim, Westminsterda o'qiganman. O'qishim oxiriga borib qolganda mendan qo'rquv boshlagan. Va hozir bitirsam nima qilaman, uyda o'tirib qolamanmi deb, chunki juda ham o'qish zanitoy bo'lishni yaxshi ko'raman-da, bo'sh o'tirishni yomon ko'raman. U paytda qizim tug'ilgan. Shu sababli ham xavotir olganman, chunki ham o'qirdim. Kechqurun bo'lardi bizning o'qishimiz. Ertalab yarim stavkada Moliya vazirligida ishlardim. Shu uchun ham Moliya vazirligidan dekretga chiqqanman, ham o'qishim yaqinlashgan. O'zimga qiziqishlarimni o'ylab, nima qilsam bo'ladi deb o'ylab boshlaganman. Bu yo'nalish, to'g'risini aytsam, bu meni qiziqishimdan kelib chiqqan deya olmayman yoshligimdagi, chunki umuman tворчествоni yomon ko'rganman, o'ylab ko'rganman. Uyda o'tirib turib, sen boshqa nima bilan ham shug'ullana olerding. Chunki kichkina bola bilan, masalan, savdo-sotiq qilaman desam ham, tushunganman, что unga butunlay o'zingiz borlig'ingizni berishingiz kerak. Hunarmandchilikda o'zingiz vaqtingiz bilan borlig'ingizni berib emas, qachon ilojingiz bo'lsa qilsangiz bo'ladigan ishligini bilib, shu ishdan boshlaganman. Shamdan boshlangansiz, to'g'rimi? Keyin o'sha gipsga. Shunaqa shamdan boshlaganman. Bunga ikkita sabab bor. Bitta bloger bor edi, Rossiya blogeri, juda ham katta bloger. Ularni yangi kurslar ochilayotgan bo'lgan. Bunga как progrev qilib, bitta qizni как case qilib olganlarda, men bu o'rtog'im, yoshligimdagi o'rtog'im Darya va bunga men o'zini kichkinagina biznesini uyda boshlashni o'rgataman deganlar. Va ularga aynan sham biznesini tanlashgan. Ular buni nimaga uni tanlaganlarini isbotlab berganlar. Birinchidan kamerasi hod deganlar, ikkinchidan uyda qilsa bo'ladi, uchinchidan hozirda shamga qiziqish juda ham ortyapti deganlar. O'sha paytda 6 yil oldinda. Shuning uchun ham men aynan shamdan boshlashga qaror qilganman. Nima qilsam bo'lar ekan, qayerda nimasi bor deb o'zim bozorga chiqa olmasdim bolam bilan. Chunki xo'jayinim yordamchilardan iltimos qilganman. Siz har kuni bozor qilasiz, bitta qarab ko'ring, o'sha barcha ko'chaga chiqanlar, o'rizorga chiqanlar, nimalari bor. Keyin menga kichkinagina vosk eritadigan qozonchani o'zini ko'tarib kelganlar-da, shu narsa bor ekan deb. Aytganlar, boshqa hech nimasi yo'q ekan. Na parafin topa oldim, na oddiy vosk topa oldim, yog'li vosk. Shundan keyin уже bilganman, что O'zbekistonda bunaqa narsa topish qiyin. Chet eldan qidirish boshlaganman va u paytda даже Wildberries'da bo'lmasdi bu narsani. Seriolari bo'lmasdi. Oho. Da, shuning uchun keyin o'zi tegi bular nima, ularni o'zi qayerdan olarkin deb qidirib, Amerikani shu Kendall Science brendini topganman va dunyoda haligacha bu brendni vosklari birinchi o'rinda turadi. Nega? Chunki ular 100% yog'li hisoblanadi. Umuman neftsinoy parafini ichida yo'q va bemalol siz massaj uchun ham ishlatsangiz bo'ladigan voskligini bilib, risk qilib O'zbekistonda qimmat narxdagi shag'am sotishga qaror qilganman. Chunki o'zini yaxshi ko'radiganlar bizda ham bor deb ishonganman. So'ng qilishni ham boshlaganman. Ungacha ham qilish qolardim, lekin endi o'zim shunaqa prinsipim bor. Atrofimda kimdir shu narsani qilyaptimi, yaxshi ketyaptimi, men u odamdan просто tak bu narsani qilib ketmayman.
va shundan keyin sovun qilishni boshlaganman. Gips dekorlarga qiziqqanman, lekin uyimda sharoit bo'lgani bilan ham baribir u yerda kelin edim. Bunaqa gips baribir kirra ishdi. Shuning uchun u yoqda qila olmaganman, lekin katta brendlar bilan, blogerlar bilan ishlab, masalan, bitta zakazimni o'zi u paytda ham lekin hunarmandchilik anaqasida uyda bo'lsam ham ishlaganman o'zini dokumentlari bilan. Lekin yaxshi buyurtmalar olayotganim, lekin mahsulotlarni o'zim to'ldirganman. Shamlar, dekorativ buyumlar, interyer elementlari, qo'l mehnatida tayyorlangan sovunlar, Mary Spa brendi aynan shu mahsulotlar bilan mashhurlikka erishdi. $50 boshlaganman. Endi tikish uchun pulim bo'lgan mani. Ko'proq pulim bo'lgan, lekin aytganimdek, yoshligimda men biznesni qanaqadir darajada tushunib katta bo'lganman. O'sha vaqtda o'zimga aytganman, hozir boshida men katta pul tikishim kerak emas. Men bu sohani o'rganishim uchun, men bu sohada o'zi chunki katta pul boshida tikib, men 100% amin bo'lganman, xato qilishim aniq bo'lgan va bu pulim просто kuyardi. Shuning uchun ham hozircha ozgina puldan har xil narsa aytib ko'raman va menga mos bo'lgandan keyin optim narxga aytaman. Lekin aytganimdek shu $50 haqiqatan ham kuygan, chunki bu pulga aytgan hamma materiallarim o'zi menga kerak emas materiallar bo'lgan. Chunki ular bizani ob-havoga mos kelmaydigan bo'lgan, slishkam yog'li va yoz oyida u sham oqarib qotib emas-da, erib turadigan narsa bo'lgan. Va shunaqa qilib men yana boshqa materiallar qidirishga harakat qilganman va shundan keyin ular materialni ham kontinentlarga qarab ishlab chiqarishini bilib, o'zimga mosini buyurtma qilganman. Taxminan bir oyda necha pul topasiz pul? Aynan hunarmandchilik yo'nalishida aytolmayman. Lekin umidsizlikka tushadigan lahzalar ham bor. Bu mahsulotlarni oxirigacha yetkazish va qayta ishlash emas. Bu odamlar jamoada ishlagan, hunarni o'rgangan, barcha murakkabliklar va sirlarni puxta egallagan holda shunchaki yo'qolib ketadigan, ishga kelmaydigan, qo'ng'iroqlarga javob bermaydigan va keyin esa tayyor loyihani ko'chirib mustaqil biznes boshlaydiganlar. Qiyinchilikni o'zi bizga nimadir muammo deb o'ylamayman. Bizni bu qiyinchilikdan keyin nima qilishimiz asosiy narsa bizda. Chunki menda bitta qiyinchilik nima bo'lgan? Hali ham bor bu qiyinchiligim, ishchi muammosi. Chunki meni sohamda ko'pincha ishchilarni ishga olaman. Kerak bo'lsa, bu qiz mana shu meni qaramog'im ostida degan, mana shu hunarmand bilan ishlaydi degan dokumentlarni ham qilaman. Lekin bu qizlar meni hunarimni o'rganib sal o'tgandan keyin o'zligi shu ishni tushunaman. Bu siz uchun yaxshimi yo yomonmi? Men uchun yaxshi, chunki hech nimani siz o'zingizga, yelkangizga olib, nari dunyoga ketmaysiz hech qachon. Menda bitta tarafi noto'g'ri bo'ladiki, baribir bu inson qo'limda ishlagani bilan men unga ustoz degan baribir maqomim bo'ladi deb hisoblayman. Va bu insonlar aksincha prosta tak yopib qo'ygandan, telefonni o'chirib qo'ygandan guvoh olib, rozi bo'lsangiz, endi men ham pul ajratib shunga o'xshash ish qilmoqchiman. Chunki karvon ko'p rizqi bo'layman, juda tushunaman. Hammaga men ulgurmayman. Ular turli sohalarda faoliyat yuritishadi. Hayotiy hikoyalari ham turlicha. Biroq ularni bir narsa, nafaqat o'zlariga, balki xodimlariga ham daromad keltiradigan shaxsiy loyihalarni yaratishdagi jasorat, stereotiplarga qarshi borish hamda har bir mag'lubiyatdan keyin o'sish qobiliyati birlashtirib turadi. Qizlar boshlanishda bo'ladi-ku shu biznesda, shu yo'nalishda. Sizdan 3 ta maslahat. Birinchi, eng asosiy maslahatim bu hech qachon boshidan taslim bo'lmaslik. Ya'ni, siz boshida boshlaysiz. Bizda shunaqa miyamizda o'zimizga fikr beramizki, yo'q, baribir hech kim olmas ekan, yo'q, baribir o'xshamas ekan. Когда qo'limizdan keladigan narsani 10% ni ham qilmagan bo'lamiz. Lekin har bir biznesni eng qiyin tochkasi bu sotuv. Hozirda ham. Chunki aytganingizdek konkurensiya katta va sotuv uchun nima kerak? Biz oldindagi bozorga olib chiqib qo'yib qo'ysak sota olmaymiz hozir. Biz o'zimizdan ko'rsatishimiz, shu insonni miyasida ko'proq qolishimiz kerakki. Ikkinchisi bu hunarmandsiz, lekin
Men faqat hunarmandman, lekin sotuv qo'limdan kelmas ekan, personalitim, ya'ni shaxsimda bu narsa yo'q ekan degan fikrni umuman yig'ishtirib tashlash. Bir o'qigan ishni siz ham qila olasiz. Uchinchisi, bu finansiviy tomondan meni imkoniyatim yo'q degan ideyani umuman olib tashlash. Chunki qizlar kelishadi, men $1300 tikdim, hali bitta ham sotuv qilmadim deyishadi. Lekin bizani biznesda eng katta siri ham shundayki, bizga $1300 kerak emas. 1 kilo gips o'rtacha 8000 so'm turadi. Nima ideya qilishni o'ylab biznes boshlang, chunki bu yerda siri bu pulda emas. Nimada unda? Siz unikallisingiz. Biznesni endigina boshlagan yoki boshlash arafasida turgan, qo'rquv va shubhalari bor ayollarga qanday 3 ta maslahat berardingiz? Хотят начать свое дело, но есть какие-то страхи и сомнения. Ta'lim juda muhim. Hatto oliy ma'lumotingiz bo'lmasa ham albatta kurslardan o'tishingiz kerak. Hozir masalan, hamrohingiz kabi kurslar bor. Bu biznes bo'yicha tushunchangizni oshiradi, bilim darajangizni ko'taradi, mutaxassislikni kuchaytiradi. Shunda siz o'z biznesingizda raqamlarni hisoblashni o'rganasiz va aynan shunda daromad qilishni boshlaysiz. Ikkinchi maslahat, yurist bilan do'stlashish yoki shartnomalarni tekshiradigan yuridik kompaniya topish. Uchinchi jihat, reklama ustida ishlashni unutmaslik. Doimiy ravishda kontent yaratish, agar o'zingiz qila olmasangiz, mutaxassis yollang. Birinchi maslahat, taslim bo'lmaslik. Chunki qiyinchiliklar bo'ladi. Ular turli ko'rinishda keladi va ko'pincha biz kutmagan tomondan paydo bo'ladi. Eng katta qiyinchilik xodimlarni topish. Ikkinchi maslahat, doimo o'sish, kechagidan yaxshiroq bo'lishga harakat qilish va boshqalar nima qilayotganiga qaramaslik. Doimo o'z yo'lingizni yaratish, hech kimga qaramasdan eksklyuziv bo'lishga intilish kerak. Нужно всегда стараться идти своим путем, не оборачиваясь ни на кого. Uchinchi maslahat, o'zing bo'lish. Avvalo niyat. Inson niyat qilsa, o'sha niyat maqsadga aylanadi. Maqsadga aylantirish kerak, faqat niyat qilib qolmaslik kerak. O'sha niyatni maqsadga aylantirib, maqsad sari harakat. 3 ta maslahat shu. Karina, siz o'zining tadbirkorlik faoliyatini boshlayotgan insonlarga qanday 3 ta maslahat berar edingiz? Eng muhim maslahat o'zingizga yoqadigan biznesni boshlash. Agar siz uni yoqtirmasangiz, lekin boshqalarning buni qilayotganini ko'rsangiz va siz ham buni qilishga harakat qilsangiz, bu muvaffaqiyatsizlik. Bu siz uchun emas. Lekin sizga yoqadigan biznes, bu hatto 0% da bo'lsangiz ham shunchaki jarayondan zavqlanishingiz uchun o'rningizdan turib amalga oshiradigan biznes. Bu jarayon yaxshi foyda keltiradi. Men buni o'zim boshimdan kechirganman. Bu men boshqargan birinchi biznes emas va men agar odam ishda charchab, o'zini tinimsiz ishlashga majburlayotgan bo'lsa, yaxshisi bu yo'nalishda faoliyat yuritmagani ma'qul ekan degan fikrga keldim. To'xtab qiyinchiliklardan qo'rqmaslik yaxshiroqdir. Aytishlaricha, har bir yomon chiziqdan keyin har doim yorqin chiziq keladi. Shuning uchun agar maqsadlaringiz bo'lsa, hech qanday to'siqlar bo'lmasligi kerak. Ustuvorlik va maqsadlarni belgilash juda muhimdir.